O'zbek va tojik adabiyotining zabardast vakili, vatandoshimiz, G'ijduvon farzandi Sadriddin Ayniy 1878-yilning 18-aprelida tumanimizning Xo'jasoqdari qishlog'ida tavallud topgan. Uning eski maktab asari yozuvchining bolaligi va ilm olishiga bo'lgan uning qiziqishlari bayoniga bag'ishlangan. Maktab ta'limi har bir davrda dolzarb ekanligi, keksayu yosh bu jarayonda faol ekanligi haqiqatdir. Ta'lim oluvchilar va ta'lim beruvchilar uchun munosib hamda qulay sharoit hamma zamonda ham bo'lavermagan. Sizga tavsiya etmoqchi bo'lganim, Sadriddin Ayniyning Eski maktab nomli kitobida 19-asr oxiri, 20-asr boshlarida Turkistonda o'qitish tizimi va maktabda ta'lim oluvchi va ta'lim beruvchilar ahvoli haqida bayon qilingan. Sadriddin Ayniy o'g'il bola bo'lishiga qaramay, o'z qishlog'ida qiz bolalarga saboq berayotgan To'taposhsha ismli Otonoyi qo'lida tahsil oladi. Puli va sharoiti yaxshi bo'lmagan, ammo o'qishni istagan bolalar esa maktabga bora olmasligi, o'sha davr kishilari hayoti og'irligi, nochorligi, inson orzulari amalga oshmay, hayoti qiyinchilikda kechganligi uchun rahmingiz keladi. Muallimdan kaltak yeb, ko'r-ko'rona savod chiqarib, yana jazo olmaslik uchun bolaning maktabni yomon ko'rib o'qishni xohlamasligi kishini uylantiradi. Ularning qiyinchilikda o'tgan hayoti, ushalmagan orzulari uchun achinasiz. Kaltak yegan bolalar, tuz joylangan yaralar uchun ko'nglingiz behuzur bo'ladi. Kitobni o'qir ekansiz, unda Sadriddin Ayniyning yosh bola nigohi bilan ko'ra olganlari, his etganlari sizni befarq qoldirmaydi. Shuningdek, bugungi yangi zamonaviy maktablar, ularga ta'lim beruvchi ustozlar hamda o'quvchilar uchun qulay sharoitlar, zamonaviy texnologiyalar, eng asosiysi o'quvchilarni jazolamay, yoshi va qiziqishlariga qarab alohida sinflarga ajratib, insoniylik tamoyillari asosida ta'lim jarayoni tashkil etilishi kitobxonlarda bugungi maktab va ta'lim jarayonida shukronalik hissi bilan munosabatda bo'lishga undaydi. Sadriddin Ayniyning Eski maktab asarini kitobxon o'qish davomida bugungi yangi maktablar va ulardagi zamonaviy o'qitish tizimi bilan eski maktab ta'limi va undagi bolalar hayoti solishtiriladi. Bugun O'zbekistonimizda yaratilgan imkoniyatlar uchun Yaratganga, yurtboshimizga va unga ko'mak berayotgan ota-onasi, ta'lim berayotgan ustozlariga rahmat aytishni, qadrlashni, ulardan minnatdor bo'lishni va shukronalik hissi bilan kelajak tuzish, yangi maqsadlar qo'yishni o'rganadi. Ushbu kitobda muallifning yana bir hajviy asari Sudxo'rning o'limi ham kiritilgan. Siz bir kitobni olib, ikki bebaho asarni o'qish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Sudxo'rning o'limi asari uzoq shaharda ilm izlab borgan yigitning musofirlik hayoti. U tanigan qori Ishkamba nomli xasis ziqna odamning hayoti bor murakkabillari hajviy yo'lda bayon etilgan. Bu asar ham 100 yil oldin ilm izlagan kishining mashaqqatli kunlarini bugungi farovon hayoti bilan solishtirish va bu orqali shukronalik hissini tiyish imkonini beradi. Asar haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lay desangiz, G'ijduvon tuman axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring va Sadriddin Ayniyning Eski maktab asarini albatta o'qing.